Sizlar ham eshitdinglarmi? Koreyskiy narsalarga cho'chqa narsasi qo'shilar ekan. Bu narsani men hamma narsamni olib bo'lganimdan keyin bildim. Hamma narsa koreyskiy olib tashaganman. Xodiviylarimni olgan odamimga sirazu yozdim. Rostdan ham koreyskiy xodiviylarga cho'chqa narsasi qo'shiladimi? Nima deganlarini bilasizlarmi? Qani, yarashdimi? To'g'ri, ko'p koreyskiy xodiviylarga cho'chqa narsasi qo'shiladi. Lekin men olgan hamma narsangiz tabiiy giyohlardan qilingan, hech kim xavotir olmaydilar. Maskamni vaqti tugadi. Agar sizlarning ham yuzinglar malikadagi muammoli bo'lsa, bemalol men olgan joydan urasizlar. Hammasi sostavi ko'rilgan. Ishlatsanglar bo'ladi, effektli mahsulotlar. Yuzinglarni rasmini tashlasanglar, sizlarga mos keladigan kremlarni yuboradilar. Koreyadan alohida sizlar uchun kosmetikalar tanlab yuborishadi. Ishonib zakaz qo'yinglar. Sizlarga o'zim xodiviylarimni tanishtiraman. Kosmetologga borishga vaqti yo'qlar. Buni ishlatish shart. Peeling haftada bir marta, enzim pudra haftada bir marta. Zo'r chiska qiladi. Yuzingizni yuvmoqchi bo'lsangiz, birinchi mashinada yuvib, ketidan mana yuborasizlar. Undan keyin tonik tartib tashlab, namlantiruvchi krem surasizlar. Agar yuzingizda ugri yoki ugridan qolgan dog'lar bo'lsa, mana shu krem ishlatasizlar. Agar buni birga ishlatsanglar, yana ham zo'r foyda beradi. Poralarni yopishga ham yordam beradi. Agar poralaringiz katta bo'lsa, xo'l salfetka bor. Shundan ishlatasizlar. Har xil effekt beradigan original maskalar kerak bo'lsa ham, yozaverasizlar.